Hammasini o'ylab ko'rdim. Demak, rozimisan? Roziman. 3 ta bolani dunyoga keltirishga roziman. Pullarga keladigan bo'lsak, ularni teng bo'lamiz. Pullarni vaqtida o'tkazib bersangiz bo'ldi. Yashanshi. Nimani nazarda tutding? Xavotir olmang, sizni ta'qib qilmayman. Bolalar tug'ilganidan keyin ularni haftada bir marta ko'rishingiz mumkin. U juda ham ko'p. Unda oyda bir marta, shu yetarli. Bundan kamroq bo'lmaydi. Bolalarga ham ota kerak-ku. Kechu o'zing menga 3 ta bolani boqa olmasligini aytmaganmiding? To'g'ri, lekin sizga aytishni unutman. Xiao Bao'ning otasi men bilan bog'landi. Uni oilasi juda ham boy ekan. Biz turmush qurmoqchimiz. Oxir-oqibatda Xiao Bao'ning bobosi meni rasman kelin qilmoqchiligini aytgandi. Xo'jayin, bevaqt kelganga o'xshayman-a? Uzr. Linmo, borib Ye Shinshenning bolasini otasi kimligini aniqla. U aslida kim? Xotini va bolasidan shuncha yil xabar olmagan. U qanday erkak o'zi? Shinshen hali ham unga turmushga chiqmoqchi. Tushunmadim, nima u ko'rmi? Siz ancha yaxshiroqsiz, xo'jayin. Hoziroq qidiruvni boshlayman. Shoshil. Menga uylanging kelmayaptimi? Men ham senga turmushga chiqmayman. Ablah. Iye xonim, bu kiyimlar yosh xo'jayindan siz va o'g'lingiz uchun. U ertangi oilaviy kechki ovqatga kech qolmaslikni eslatib qo'yishni so'ragandi. Va nihoyat Xiao Bao'ning otasini ko'raman.